Hurmatli mijozlarimiz, hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi mashinamiz bitdi. Har doimgidek Cobalt'a kerak narsalarni ishlab berganmiz. Eng ko'p qo'yiladigan chexollardan birisi Kardinar. Kardinarni ko'rib turibsizlar, akkuratni olib chiqqan mashinada. Точный размерga tushgan mashina. Nomer 1 brendlardan birisi Kardinar bo'ladi, bilib qo'yinglar. Pedal xrom, linoleum, germanizatsiya ishlari, gibrid polik. Xullas toza mashinadan keyin hamma narsalar ishlanadigan bo'lsa, shu kerak narsalarni ishlab berganmiz. Bu mashinani ishlarini yana davom etamiz. Eng kerak narsalardan birisi nima bilasizlar? Antiradar. Antiradar 8800 Wi-Fi Black qo'yib berildi. Narxi $230 turadi. Bugungi Markaziy bankning kursi bo'yicha hisoblab olasizlar. Mashina uchun kerakli bo'lgan hamma ishlar birida bitadi. Salon laminatsiyalarini ham ishlab berganmiz. Xullas, toza mashinasizda bemalol kelaveringlar. Qo'llangancha o'zingizni xohish istaklaringizga qarab kerak narsalaringizni qo'yib beramiz. Shu klientimiz ham o'zini xohish istagi bo'yicha sotib berganmiz. Bizdan kuzatishda davom etaveringlar. Avtomobil 111 jamoasi qo'llangancha video ishlashda davom etadi. Do'konimiz har kun ochiq, ish ham turibdi har kun. Qo'llangancha videolarni ko'rib turibmiz. Shu mashinani shunday holatiga kelish uchun общий hisobda 7 million so'm rasxod ketdi. 7 million so'm ichida eng qimmat narsa antiradar. Antiradar почти 3 million so'mga yaqin. Qolgani 4 million so'm shu ishlab o'tiribdi. Chexollarimiz ham eng qimmat chexollardan qo'yildi. Qolgan narsalar mayda-chuyda narsalar. Xullas, bizdan kuzatishda davom etaveringlar. Qo'llangancha videolarni ko'rib boramiz. Telefon nomerlarimiz 99 388 11 11.